Bizda nima qilyapti? Maktabni bitirmasdan, xolam nimada yoki onam Turkiyada ketib ishlashim kerak, ketyapti. Na til biladi, na boshqa narsani biladi. Bilasizmi? 9-etajda o'zini tashlayotgan bitta qizni qutqarib oldik-da. Sotib yorishgan. Shunday bir sodda qiz kelgan nimani kasal qariydi deb yuborishgan. U bitta erkak, 4 ta erkakda 19 yoshli qiz, 4 ta erkakda bir hafta o'yinchog'i bo'lgan va o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali telefonni topib, telefon qilgan. Biz politsiya bilan borganimizda, bilasizmi, tashlayotgan joyda ushladik-da. Nimaga Turkiyada, nimaga bizni bolalarimiz shunchalik egasizmi? 19 yoshli qiz, to'g'ri, voyaga yetgan, pasporti bor, lekin baribir bola-ku. Uni agar biz til o'rgatib, masalan, bizda mehnat bozorimizga masalan kichkinalik torlik qilyaptimi? Xohlasangiz, xohlamasangiz chetga chiqib ishlashga majbur bo'lyapti odamlar. Lekin aqlliroq qilib chiqaraylik, mutaxassis qilib chiqaraylik.